oqshom osmonda yulduzlar yig'laydi, osmondagi to'lanoq sababin so'raydi. Majnun tolning yonida, maktab bog'ida, yuragida dard bala, sinfdosh qiz yig'laydi. Bugun so'nggi qo'ng'iroq chalinar asta, atrofimda do'stlarim, sinfdoshlar afsusda, ko'zlarimda ma'yus yosh, qo'lda guldasta. Maktab yillarim o'tib ketdi bir pasda. Bunchalar yuraklarga solasan titroq, chalinmayim qo'ya qol. So'nggi qo'ng'iroq, ayriliqning yonlari, bunchalar azob, chalinmayim qo'ya qol. So'nggi qo'ng'iroq. Ona yurt, ey ona vatan. Assalom ey samo, charog'on osmon, bosh egaman ta'zim qilib ey ona xalqim. Assalom nurga to'lgan hur O'zbekiston. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum qalbi otash, mehri daryo ustozlar hamda o'quvchi yoshlar. Assalomu alaykum bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiriga tashrif buyurgan aziz ota-onalar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Bu kun bilimga chanqoq, beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va mehri daryo ustozlar, farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalarga chin ma'noda bayram desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi 25-may so'nggi qo'ng'iroq tadbiri ilm eng buyuk sharaf shiori ostida o'tkazilmoqda. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, bugungi bayram barchamizga muborak bo'lsin. Mana azizlar, hayajonli daqiqalar ham yaqinlashib kelmoqda. Bugungi ilm eng buyuk sharaf shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirimizning asosiy sababchilari, ya'ni
2024-2025 o'quv yilining 11-sinf bitiruvchilarini gulduros qarsaklaringiz ostida davramizga taklif etamiz. Marhamat. Hurmatli tadbir ishtirokchilari hamda aziz mehmonlar, bu yilgi 2024-2025 o'quv yilini 18 nafar o'quvchilarimiz tamomlab kelmoqdalar. Ahmadjonov G'ayratjon, Mo'minjonova Gulshoda, Mo'ydinjonova Laylo, Qo'ldashaliyeva Dinora, Tursunaliyeva Dilnavoz, Usmonjonova Nilufar, Jo'raboyeva Gulsanam, Faxriddinova Gulzoda, Yandlashaliyeva Noila, Qurbonova Turjona, Meliqo'ziyeva Dilafruz, Qurbonova Irina, Buzrukova Gulshoda, Mamatjonov Shukrullo, Sattorova Jamila, Ro'zmatova Muqaddam, Ne'matjonova Ruxshona, Rahmatjonov Javohir. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi, mayli ularga Xudoyim bersin baxtim. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi. Ta'rif tavsifingning yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Yaşayayım,
ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktori To'raqulov Olimjon Mamarasulovichni taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar, o'qituvchilar, ham o'quvchilarimiz. Bugun mana yana bitta yangi o'quv yilini yakunlash arafasida turibmiz. Shu munosabat bilan bitiruvchi yigit-qizlarimizni, qo'llar 9 sinflarda hammalarini chin qalbdan tabriklayman. Mana bu o'quv yilida ham yomon natijalarga erishganimiz yo'q. Yutuqlarimiz o'zimizga albatta kamchiliklarimiz ham bo'lgan. Va mana shu respublikamizda bo'yicha hozir mana so'nggi qo'ng'iroq tadbiri davom etyapti. Shu munosabat bilan barchalarni chin qalbimdan tabriklayman deb kechamizni ochida e'lon qilaman. Rahmat domla, sizni ham ishlaringizda ulkan zafarlar tilaymiz. Barcha shogirdlaringiz baxtiga doimo sog' salomat bo'lib yuring. Qadrli tadbir ishtirokchilari, hurmatli mehmonlar, ustozimizni tabriklariga qo'shilgan holatda yana bir ajoyib tabrikni o'qib eshittirmoqchiman. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan bu yilgi bitiruvchi o'quvchilarimizga tabrik yo'llaganlar, shuni o'qib eshittiraman. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il-qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11500 nafardan ziyod farzandlarimizga, 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga o'qish va izlanishida jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna qilayotganlari uchun alohida tabrik va tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizda qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yetuk yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etishi uchun zarur sharoitlarni yaratib bermoqdamiz. Jumladan sizlarning zamonaviy ilm va kasb hunarlar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalarni, ijod va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab texnologlar, kutubxonalar, madaniyat va san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'limning barcha bo'g'inlarida o'quv tarbiya ishlarining sifatli va natijadorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar yana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qilayotgan yetuk kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bo'lib, xalqimizga sidqi dildan xizmat qilasiz deb ishonaman.
Sizlardek o'z kuchiga ishongan qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingizning aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz, butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Yana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il-qizlarim. Bitiruvchilarimizdan yurtboshimiz bildirgan tilaklariga munosib farzand bo'lishlaringizni tilab qolamiz. Dunyo kezib, go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monand o'lkalarda hayron yurdim, ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim. Ona yurtim, men noningdan shirinroq non topolmadim. Men nomingdan azizroq nom topolmadim. Shoningdan ham yuksakrog'in topolmadim. Tarixlarda nomi yuksak ona yurtim deya o'quvchilarimiz tomonidan tayyorlangan vatanni madh etuvchi she'r va kuy va qo'shiqlarga beramiz. Marhamat o'quvchilar. Yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar, sahrolardan, daryolardan sochilar gullar. Yuragimni gulisan sen, gullagan vatan. Isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar. Sunbulalar tonglaringdan taqar sirg'alar. Kiprigimda yog'dularing solar jilvalar. Tilagimni gulisan sen, gullagan vatan. Vatan bu changigan tuproqning isi. Quyoshning taftidan kuygan bolalik, devordan bo'ylagan qo'shnining qizi, nonini yarmini bergan soddalik, uzoq qirliklarga shukrona aytib. Qulochim keng yozib termulgan vatan, och nahor bo'lsa-da o'tovga qaytib, hurlik nafasidan semirgan vatan. So'zlarning gavhari senga munosib. O'tmishim eslayman seni aytiboq, ajdodlar eli bo'ldi bu makon, osmonda nur sochgan ona vatanim, osmoning tinch beg'ubor o'lka. Jannatning havosi yelib keladi, bag'ringda yashaymiz tinch totuv hamon, onadek mehribon ona vatanim. Ilohiy nigoh tushgan bu vatan. Zilol suvlar oqar shoshib o'ynoqlar, tabiat inomidan yayrar jon u tan. Qushlar nag'ma qilar, meni so'roqlar, azonning ovozi yurakka malham. Ona allasidek mayin yoqimli, baland binolardan quvonar ko'z ham. Vatan noming ulug' buncha sevimli, tog'laring ulug'vor, sokin, viqorli. Necha asrlardan so'zlaydi asli, boshda abadiy oppoq ro'moli, tarixdan so'z ochar tilsim misoli. Vatan ko'ksimdagi bebaho tilsim. Senga iddolar qilmay sevaman. Goho onam deymi, gohida singlim, goho kimliging ham bilmay sevaman. Men uchun to'rttala tomoning aziz. Sanasam sochingdan tovoning aziz, Andijoning aziz, Surxoning aziz, birini biridan yulmay sevaman.
Eshitdim ko'rib birovlar hayron bo'lgan Havodadek turgaylar, chechakka toshirgaylar, gulni ko'rgan to'rg'aylar, xushhol bo'lgan. Dalalashib, qirlashib, boshni qo'yib sirlashib, Jo'shqin soylar birlashib, ummon bo'lgan. Qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgan. Elim desam tilginam, sayron bo'lgan. Yurtim desam dilginam, hindon bo'lgan. elim desam dilginam, sayron bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgan. Chamarimning chiroyi, gunoh tobi guloyi, Yuragimning bir joyi rayhon bo'lgan. qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Yurtboshim bergan davrim, davron bo'lgan. Xoru hasing azizroqdir javharlardan, tuprog'ingni gardi laziz gavharlardan, dunyo ko'rki menman degan shaharlardan, siqimgina hoking aziz ona yurtim, istiqloling mo'tabardir onamdayin, bamisoli onam aytgan alladayin, ajdodlarim qoni tomgan daladayin, muqaddassan, mukarramsan ona yurtim deya 11-sinf qizlari ijrosida raqsga beramiz. Marhamat. Osmon aksi daryoda, gullar bo'yi samoda, kabutardek charxurib, sevgi ushar dunyoda. Kabutardek charxurib, sevgi ushar dunyoda. Qizning dili sinmasin, qizning dili sinmasin. Yuragimda sirlar kabor, sirimni yoqilmasin. Yuragimda sirlar kabor, sirimni yoqilmasin. Kabutardek charxurib, sevgi ushar dunyoda. Kabutardek charxurib, sevgi ushar dunyoda. Shamol sanchildi yor,
uchar dunyoda. Kabutardek charxurim, kabutardek charxurim, sevgi uchar dunyoda. Iymon qayda edi ustoz bo'lmasa, urfon qayda edi ustoz bo'lmasa, sohib Qur'on qayda, Navoiy qayda, cho'lpon qayda edi ustoz bo'lmasa, muallim atalgan, buyuk atalgan, ardoqlangan, mudom suyuk atalgan, 6 asr avval ko'kka qadalgan narvon qayda edi ustoz bo'lmasa. Umr deb atalmish cheksiz ummonda bir zot yashaydi. Ul zot ham sham yanglib butun olamga ziyo taratadi. Kamtarin, hokisor bu zotlar ustozlardir. Bitiruvchilarimizni tomonidan tayyorlangan ustozlarni ulug'lovchi tabrik so'zlariga beramiz. Marhamat. Sizgadir yurakda asragan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimning tubida yangragan so'zim, ezgulik yo'lida tolmay ustozim. G'am ko'rmay bu dunyo turguncha turing. Ming yillik mehnatlar huzurin ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod masrur yuring. Ezgulik yo'lida tolmay ustozim, hamisha har vaqt bo'ling ustozim. O'quvchilik davri o'tib ketarkan, qalbdagi jarohat bitib ketarkan, uni bir ko'rganda ustoz desang bas, kibrni uloqtir, quloq bir pas. Shukrki nodon emassan ey nokas, yuragim tubidan chiqmoqda bir sas, uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Mayli dunyo kulsin, faryod yig'lasin, aybdor etib qalbga nashtar tig'lasin, yagona iltimos sesingdan chiqmasin, uni bir ko'rganda ustoz desang bas. Ne buyuklarga qalam tutgan zot, qancha ko'ngillarni aylagan obod, nomingiz ulug'lab aytaman bot bot, sizga ta'zim deyman ustoz muallim. Mehrga to'ladir nurli ko'zingiz, oltindek qimmatli durli so'zingiz, onamga o'xshaysiz xuddi o'zingiz. Sizga ta'zim deyman ustoz muallim. Beg'ubor qalbingiz g'ubor ko'rmasin, orzular ushalsin, umid so'nmasin, sizdek bo'layin deb kelib havasim. Sizga ta'zim deyman ustoz muallim. Ustoz qo'shiq ijro etadi Sattor va Jamila, Ne'matjon va Ruxshona.
sizga uchun juda katta baxt. Aziz muallimim, sizga rahmat. Jon o'qituvchim, aziz ustozim, bugun sizga qadrimiz ta'zim. Jon o'qituvchim, aziz ustozim, bugun sizga qadrimiz ta'zim. Bugun sizga qadrimiz ta'zim. Baxtga narvon, bilimga kon erur maktab. Zakovat doniga xirmon erur maktab. O'g'il qizlar o'qing ulkan murod ko'zlab. Ziyo topmoq uchun imkon erur maktab. O'qing minglab ahli dono kerak yurtga. Bobu yana Bobur Ibn Sino kerak yurtga deya bitiruvchilarimizni tabriklash uchun so'zni Nuroniylar kengashi raisi Manazarov Tursunali domlani davramizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, qadrli o'quvchilar, ustozlar, o'quvchilar. Bugun mana bir ajoyib hayajonda o'tiribmiz hammamiz ham. Ustoz bo'lish qanday ham yaxshi-da. Biz ham ustozmiz, ammo bu ustozlarchalik ko'p shogirdlarimiz yo'q, hozirroq shogirdlarimiz. Rahmat. Shu yerga aytgan ekanlar. Shu yerga dedilar, siz baxtli inson. Xalqingiz ardoqlar hamma taniydi. Shoir javob berdi. Menda bir armon, muallim desalar meni qaniydi deb yozgan ekanlar. Abdulla Oripov adashmasam. Albatta mana bugun ustozlarga shogirdlarini haqlariga duo qilib, o'zlarini hayot yo'llarini davom ettirish uchun katta maskanlarga duo qilib turganlar juda ham baxtli narsa. Shu munosabatda men bir kitob olgandim. Bitta holatidan ko'paytirib ham beramizki, adabiyot o'qituvchilarimizdan birontasiga sovg'a qilmoqchi edim. O'shani bittalari chizsalarmi o'shanga mayli. Albatta tarbiya darsini o'tadi. Malohat hech kim qolmasa malohat. Buni albatta boshqa ustozlar ham bir-birlaridan qo'shib, ammo odob biz uchun birinchi o'rinda turishi kerak. Odobsizlik boshlangan joyda adabiyot tugaydi degan ekan ulardan biri. Shuning uchun adabiyot o'qituvchilarimiz meni nazarimda bular odobni o'rgatishadi. Ilmli bo'lish mumkin, balkim qori bo'lar, ammo beodob bo'lsa juda ham xunuk bo'lar ekan. Shuning uchun adabiyot o'qituvchilarimizga ko'proq odobni o'rgatishlarda kuch-quvvat, sabr-toqat tilayman. Arzimas bo'lsa ham bizni Nuroniylar nomidan shu kitobchani taqdim etmoqchiman. Salomat bo'ling, rahmat. Ishqdan talashib kirardik birga, hazil huzul qilib yurardik birga. Mana ko'zlarimdan oqar yoshlarim, xayr endi mening ey sinfdoshlarim deya sinfdoshlar bir-birlariga iliq fikrlarini tabriklar orqali namoyon etadilar. Marhamat. Maktab yillarimiz o'tdi birma-bir. O'tdi kun fasllar, o'tdi kun oylar. Bugun sog'inchdan otadi tonglar, tongdan sog'inaman seni sinfdosh. To'g'risi ranjitgan kunlarim bo'ldi. Shu kunda bedorli tunlarim bo'ldi. Sog'inchli, istirobli o'ylarim bo'ldi. Har vaqt sog'inaman seni sinfdosh. Qara oxirgi bor darsda birgamiz. Oxirgi bor birga tanaffus kutib o'tiribmiz jimgina dardlarni yutib, dardli sog'inaman seni sinfdosh. So'nggi qo'ng'iroq ham chalinar asta. Ko'zda mayusligi, qo'lda guldasta,
Maktab yillarimiz o'tdi birpasda, har vaqt sog'inaman seni sinfdosh. Yozgan edik birga darslarni, kutar edik tanaffuslarni, sog'inaman bugun sizlarni, omonmisiz sinfdoshlarim. Kim eplardi a'lochilikni, kimdir esa navbatchilikni, bilmas edik hech xafachilikni, omonmisiz sinfdoshlarim. Tanitgandi maktab bizlarni, sho'x shodon o'g'il qizlarni, esga oldim bugun sizlarni, omonmisiz sinfdoshlarim. Shut up,
Bizni kutar bu yo'lda turfa sinovlar, ajdodlarga munosib avlod bo'laylik. Bizlarni kutmoqda porloq kelajak. Vatanimiz tinchdir, serquyosh o'lka. Bunchalar tabiati chiroyli ko'rkam, belni mahkam bog'la o'zbekimiz ukam. Bizni kutmoqdadir porloq kelajak. Bundayin tinch o'lka ayting qayda bor? Tinchlikni qadrlang kimlar bunga zor? Shu shior bo'lsinki sizga doim yor. Bizlarni kutmoqda porloq kelajak. Yurtboshimiz ishonch bilan vatanimizni ertasi yoshlarning qo'lida dedi. Qani olg'a ishonchni oqlaylik do'stlar. Bizlarni kutmoqda porloq kelajak. O'zbekiston yoshlari qo'shiq ijro etadi 11-sinf bitiruvchilari. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz vaqt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alqamishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni shamar etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bolalikdan asomatni egallab, doim safar quchgan Temur bobomiz 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'qitayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni shamar etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bugun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, beruniylar bosgan izlarni bosib. Yurt bayrog'in ko'proqday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarimiz. Qora-ko'k qurmaymiz birlikdir, har jumada zafar quchgan yoshlarimiz. Har ko'ngilni shamar etmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston
bilan davraga bitiruvchilarimizni tabriklash va taqdirlash uchun so'z navbatini Toshqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ahadjon Jo'rayevni davramizga taklif etaman. Marhamat. Mana bugun juda ham bir mas'uliyatli, hayajonli kunda turibmiz. Avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, osmoni musaffo bo'lsin. Bunaqangi yaxshi kunlar doim bizga hamroh bo'lsin. Mana kecha ham bitiruvchilar bilan shu yerda gaplashganmiz. O'sha tilaklar, o'sha niyatlar hammalaringga hamroh bo'lsin. Ancha gaplarni gaplashdik. Men yana ta'kidlab o'taman. Bu umr, hayot davom etaveradi. Yaqinda o'zimiz ham mana maktab bitiruvchisi deb qisqa fursatlarda mana oradan shuncha yil o'tibdi, bir bas o'tib ketgan. Lekin juda ham mas'uliyatli payt hozir kelgusi hayotga qadam qo'yyapsizlar. Har bir sohani o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi. Qaysi sohani tanlashingizdan qat'iy nazar, avvalambor yurtingizni ravnaqi uchun, istiqboli uchun, kelajagi uchun, oilangizni tinchligi, farovonligi uchun, ota-onangizni baxti uchun, oilangizni baxti uchun sidqi dildan mehnat qilasizlar degan umiddaman. Mana sizlarni qo'llab-quvvatlash uchun, sizlarni mana shu yoshga kirgizib, tarbiyalab, voyaga yetkazib, kiyimlaringda hamma qanaqangi sharoit bo'lsa, kerak bo'lsa, injiqliklaringni ko'targan mana ota-onalaring turibdi. Bularga ta'zim qilamiz. Ular hozir kun qahramonlari hammamiz uchun. Yana bir bor tabriklayman. Shu yoshlarga ham motivatsiya bo'lsin, mana shunday davralarda chiroyli bo'lib o'tirishlarga ham nasib qilsin. Oliygohlarga kirib yuzimizni yorib qiringlar. Kecha ham bularga aytdim. O'qishlarga kirish uchun mana sertifikatlarni olinglar. Oliygohlarga kiringlar, chet tilga oliygohlariga kiringlar. Bu bizni maktabimizda yutuqlardan biri bo'ladi. Hammalaring tan jonlaring sog' bo'lsin. Shularga ta'lim, tarbiya bergan ustozlarga ming bora tashakkur etamiz. Tani jonlaring sog' bo'lsin. O'zim ham 20 yil ta'lim sohasida ishlaganman. Juda ham mashaqqatli, men buni so'z bilan ta'riflay olmayman. Lekin o'zim shu kechirmalarni sizlar bilan birga baham ko'ryapman. Yana bir bor bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri hammaga muborak bo'lsin. Tani jonlaring sog' bo'lsin. Namangan viloyati Maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi, Pop tumani Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi 57-umumiy o'rta ta'lim maktabining 5-A sinf o'quvchisi Rasuljonov Behruzbek 2024-2025 o'quv yilini a'lo baholar va namunali xulqi, tirishqoqligi hamda tashkilotchiligi bilan jamoat ishlarida, ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etib, muvaffaqiyatli yakunlaganligi uchun maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. 5-A sinf o'quvchisi Dovudjon va Zebona. 5-B sinf o'quvchisi Bahodirov Omadbek. 5-B sinf o'quvchisi Rasuljon va Ruxshona. 6-A sinf o'quvchisi Rasuljonov Bobur. 6-A sinf o'quvchisi Nizomjon va Zebo. 6-B sinf o'quvchisi Muhammadjon va Dilnavoz. 6-B sinf o'quvchisi Ahmadjon va Shahzoda. 7-A sinf o'quvchisi Vohidjon va Sevinch. 7-A sinf o'quvchisi Muhiddin va Dilso'za. 7
7-B sinf o'quvchisi Mo'ydinjonova Oynisa. 7-B sinf o'quvchisi Rahimjonova Farangiz. 8-A sinf o'quvchisi Egamberdiyeva Ziyoda. 8-A sinf o'quvchisi Abdusalomova Zargiyo. 8-B sinf o'quvchisi Karamatullayev Habibullo. 8-B sinf o'quvchisi Qo'ldashboyeva Dilgira. 9-A sinf o'quvchisi Yoqubjonov Og'abek. 9-A sinf o'quvchisi Dovudjonova Mehruza. 9-B sinf o'quvchisi Esonboyev Asadbek. 9-B sinf o'quvchisi Akbarjonova Farzona. 10-A sinf o'quvchisi Mahmutaliyeva Durdona. 10-A sinf o'quvchisi Esonaliyev Hamroz. 11-A sinf o'quvchisi Mamatjonov Shukrullo. 11-A sinf o'quvchisi Tursunaliyeva Dilnavoz. 11-A sinf o'quvchisi Mo'ydinjonova Laylo. 11-A sinf o'quvchisi Qo'ldashaliyeva Dinora. 11-A sinf o'quvchisi Mo'minjonova Gulshoda. Hurmatli aziz o'quvchilar, sovg'ani katta kichik bo'lmaydi, butunday e'tirof. Qolgan o'quvchilarimiz ham barchalari sovg'aga, tashakkurga munosib, chunki shu yerda o'qishyapti, ta'lim olishyapti, ota-onalar bularga sharoit yaratib beryapti. Hammalarini chin qalbdan tabriklaymiz. Kelgusi o'qish ishlarida ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shu bilan bir qatorda yana bir alohida tashakkurnoma bor ekan. Tengdoshlarga o'zini yuksak iste'dodi, o'rnak bo'lgan holda xalqaro xususiy maktablar hamda o'quv markazlari o'rtasida o'tkazilgan Dubay xalqaro olimpiadasida matematika fanidan 100% natijani qayd etib, super chempion bo'lganligi hamda tumanimiz yoshlar o'rtasida munosib e'tibor qozonganligi uchun Pop tuman hokimligi tomonidan Toshqinov E'zozbek Sharafjon o'g'li tashakkurnoma bilan har bitta ota-ona orzu qiladi, havas qiladi. Ana yoshlarimni berganman. Yaqinda Toshkentga musobaqaga borib keldim, kichkina bola. Men juda ham xursand bo'ldim. Mana shunaqangi yutuqlar bardavom bo'lsin, mana shunaqangi kuboklarni olsin, dunyo miqyosiga chiqsin. Mana shu maktabimizni nufuzini yuksaklarga ko'tarishda men bularga omad tilayman. Hammalaring ham shunday o'quvchilar qatorida bo'lishni tilaydoshim. Hurmatli ustozlar hamda o'quvchilar, 2024-25 o'quv yili davomida o'z xulqi, namunali odobi bilan a'lo baholarga o'qib, demak, mana shu siz ko'rib turgan o'quvchilarimiz o'rnak ko'rsata olganligi uchun maktab ma'muriyati hamda tuman hokimligi o'quv markazlari tomonidan demak taqdirlanishyapti. Yana bir bor olqishlab qo'yamiz o'quvchilarimizni, o'qishlariga, ishlariga rivoj tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Agar maktab
quyosh ersa ilm nurdir. Fikrsiz bosh ichra hattoki sham bo'lmas. O'qing fikrni yorug' avlod kerak yurtga va ertangi taraqqiyot kerak yurtga deya navbatni 11-sinf bitiruvchilarimiz qizlari ijrosidagi raqsga beramiz. Marhamat. Hozir ana shunday tuyg'ularni his qilayotgan ota-onalarimizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Endigi so'z navbatini esa bitiruvchilarimizni tabriklash va ularga oq yo'l tilaklar bildirish uchun o'quvchilarimizni buvijonlari tadbirimizga tashrif buyurishgan ekan. Ijozatingiz bilan davraga Mo'tabar xola, Gulchehra opa, Mukarram xolalarni guldiroz qarsaklaringiz ostida davramizga taklif qilib qolamiz. Marhamat buvijonlar. Mana shu bitiruv kechasiga yig'ilgan aziz mehmonlar va ustozlar va o'quvchilar, mana bugun biz nevaramiz Usmonjon va Niluffarxonni bitiruv kechasiga kelgan ekanman. Bu yigit qizlarga uzoq umr tilayman. Yaxshi o'qishlarga kirishini tilayman. Ustozlarning ishlariga omad tilayman. Hamisha mana shunaqa yaxshi kunlarda hammamiz birgalikda bo'lish
Xudo nasib etsin. Yashanglar, rahmat. Assalomu alaykum. Shu o'lim dargohiga kelgan aziz mehribon ota-onalar, ziyoli, zahmatkash ustozlar, o'quvchilar, hammalaringga xushketlar avvalo. Shu meni ham nevaram G'ayratjon yaqinlarda katta birinchi sinfga yetalab kelgandik. Mana maktablarni bitiryapti ekan. Shu bolalarimiz hammasi mana shu yerda yaxshi o'qib, bilim oldi. Shularga oq yo'l, yaxshi nisblarga kirsin. Bundan ham ko'p ziyoli bo'lib o'qib, shu davlatimizga, qishlog'imizga yetuk mutaxassislar bo'lib kelishligini tilayman. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum aziz mutabar ustozlar. Hammalaringga katta rahmat. Mana shunday go'zal nabiralarimizni, farzandlarimizni shunchalik tarbiyalab voyaga yetkazgan ekan. Bizdan ham ko'ra ko'proq sizlar ta'lim berdilaring, tarbiya berdilaring. Sizlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdaman. Hamisha hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana Gulzadaxon nabiraman. Yaxshi o'qishlarga kirsin, tengdoshlari qatorida hammalari yaxshi o'quvchilar yezib, sizlarga rahmat olib keladigan buyuk ustozlar, buyuk murabbiylar bo'lib yetishsin. Buyuk Nodira begimdek allomalar bo'lib yetishsin bular ham. Sizlarga katta rahmat ustozlar. Shunchalik e'tiborlaringiz uchun ota-onalar sizlarga ham rahmat. Mana bu go'zal qizlarni, yigitlarni hammalaringga omad tilayman. Mana shu buyuk kelajakda yaxshi inson bo'lib, yaxshi o'qituvchimi, tarbiyachi va buyuk inson bo'lib yetishinglar. Hammalaringga o'qishlarga kirishlaringda omad tilayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat ota-onalar. 11 yillik bolalikka yasaysiz yakun. Endi hayot darsxonangiz bo'lar maktabda. Chalinadi eng oxirgi qo'ng'iroq bu kun. Bilmam, balki joningizga tekkan bu jarang. Balki bezor bo'lgandir siz darslardan hatto, balki ustoz asabingiz qilgandir tarang, lekin o'tgan maktab davrin unutmang aslo. Axir oson bo'lmagandir 11 yil kutmoq, bekor sarf bo'lmagandir 11 yil umr. Oson bo'lmas ustozlarning etagin tutmoq. Barchasini o'zgashti bor, qilingiz sabr. Balki sizga unut bo'lgan eslarsiz, balki shu dargohga qadam qo'ygan jajji qizaloq. Yo bolakay edingizlar quvonchga to'lib, kutgandinglar chalinishin ilk bor qo'ng'iroq. 11 yilda 11 mingta quvonch va tashvish, sarguzashtlar xotiradan ketmaydi albat. Sinfdoshlik bog'i ichra ochildi do'stlik. Kimlargadir nasib qildi sof bir muhabbat. Endi ustoz tekshirmaydi hayot darsini, vazifani tekshirmoqqa bo'lmaydi imkon. Kundalikka qo'yilmaydi ikki baholar. Biling endi xatolarni kechirmas zamon. Sinfdoshlar bo'lolmaysiz endi partadosh, endi sirdosh bo'lolmaysiz unutmang biroq, do'stlaringiz bir umrga bo'lar yelkadosh. Do'stlik uchun chalinmaydi so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroq qo'shiq ijro etadi 11-sinf bitiruvchilari. Marhamat. Shodliklarim cheksiz biroq ayrilibdir og'irroq. Yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Shodliklarim cheksiz biroq ayrilibdir og'irroq. Yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq. Har on so'nggi qo'ng'iroq.
yursak esda bo'lsin, har on so'nggi qo'ng'iroq. Fikri ulg'aytirdi, oq yo'l bering bizlarga. Ta'zim ila rahmat deymiz jon ustozlar sizlarga. Vatan fikri ulg'aytirdi, oq yo'l bering bizlarga. Ta'zim ila rahmat deymiz jon ustozlar sizlarga. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni, chala qolgin jo'shqinroq. Yursak esda bo'lsin, har on so'nggi qo'ng'iroq. Boshqasiga ne hojat? Ey chalguvchi qo'ng'iroqni, chala qolgin jo'shqinroq. Qayda bo'lsak esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. Mana azizlar, hayajonli daqiqalar ham yaqinlashib kelmoqda. Bu yilgi 2024-2025 o'quv yilini so'nggi qo'ng'irog'ini chalish uchun sharafli navbatni men 11-sinf o'quvchisi, ya'ni 11-sinfimizni bitiruvchisi Rahmatjonim Javohir va 1-sinf bitiruvchisi Rasuljon va Parizodalarni davraga taklif etaman. Marhamat. Shodliklarim cheksiz biroq ayrilibdir og'irroq. Yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Shodliklarim cheksiz biroq ayrilibdir og'irroq. Yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni, chala qolgin jo'shqinroq. Esda bo'lsin, har on so'nggi yillar o'tib ulg'aydingiz olib kelin sanalarim. Bilim bergan ustozlarga deysiz rahmat ofarin. Ey chalg'uvchi qo'ng'iroqni, chala qolgin jo'shqinroq. Qayda yursak esda bo'lsin, mana azizlar, hurmatli tadbir ishtirokchilari,
aziz mehmonlar, har bir narsani ham o'z yakuni bo'lganidek, bugungi 25-may so'nggi qo'ng'iroq tadbiri ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugungi tadbirimizda yana bir bor bitiruvchi o'quvchilarimizni tabriklash uchun hamda tadbirimizni yakunlab berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori To'raqulov Olimjon Mamarasulovichni davraga taklif etaman. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar, o'qituvchilar. Mana har narsani boshlangan narsani yakuni bo'ladi degandek, mana kechamiz ham juda chiroyli o'tdi. Yana bir bor bitiruvchilarimizga omad tilaymiz. Xudo xolasa yaxshi oliy o'quvchilarga kirib ketib, hammamizning yuzimiz yorug' qilsin. Hammalarga omad. Shu bilan kechamizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'quvchilar joyimizda turamiz. Mehmonlarga rahmat.